Men o'rmon chekkasida yashayman. Well, kind of. My dad's a Dadam farrosh bo'lib janitor. That's how we ishlaydi. got to have Shu an bois apartment on the edge mehnatdagi of Central xiyobon Park. atrofidagi xonadonda yashaymiz. And you might think that the Balki fact o'z that I otasi still bilan live with my yashashga dad zerikarli deb is o'ylaysiz. sad and Kulmayapti. right. Lekin men o'zimga darmoqman. Mendan bekorni atrofiga parvonaman. Har holda ochig'i xiyobondagi tamaddixonada baxtiyorman. But one day, Ammo bir kuni kelib ko'rib ketilsa, o'z restoranimni ochaman. All I need is a good man. Menga taomlarni tushunadigan yaxshi bir odam kerak. Tasvirchilar Jones va Chris Howard, dastakor Deadly. Bana qara, tunlari shilib ketishibdi. O'yin o'ttirkin nimishi. Lekin mendan boshqa kim amini yetmayapti. O'yga olib ketibman. Dedi, har doimdek. Aytanida har ehtimolga qarshi tilla boyadan chiqarsa. Qasri davlat qamoqxonasi. 4-qavatda kechki soat 6:02. Kechki soat 6:03. So where exactly are we going? Imtihon. Bu qurolingizning harbiy chegarasi. Sizning iflos kelish marosimingiz uchun taslim olish kerak. Buncha men qachon o'qilaman? Sabr etasiz, olam panoh. Bir muddatga oppoq turmasa to'xtab o'tamiz. Yoshlarga o'sha yerda ekrolinglarni yomon People ko'raman. so common. O'g'ayonangiz tarif so'raman. Meni taqdim etgan. Iltimosnoma turadi. Lekin men qilmayman shirin. Kimsizlar Trolls, you make me shake. boshqa qaytarmiz emas. Oxirgi marta falokatdan qilyapman. Tekinlik qo'yacak. O'zimga qo'yacak. Bilasanmi nimani o'ylab qoldim? Menimcha bu mamlakatga faqat menga o'xshagan odamlar kerak. Bular 6 joyda ishlab, tillalari qursa ham rad etmaydilar. Yana 10-15 yildan keyin bu mamlakatda erkinlik barham topadi. To'g'ri, odamlar bir-birlarini qo'llab-quvvatlaydigan insonparvar jamiyat tasossiz uchraydi. Biz esa adoyi sahab bo'lamiz. your barbecue Kelajak qayergalar mikroto'lqinli qozonda turibdi. Men yarim soatdan beri necha qaytdim. So'zga qo'ygansan deb o'yladim. Tuzatuvdim sohib, ammo yana buzishdi. Unda tezroq tugat, hali qozonxonani tekshirishing kerak. Bunaqa hammani taqiqdan olamiz. Quvurlarga havoz qilgan. Butun tizimni suvini to'kib tashlamasak bo'lmaydi. To'qilishxonadagi suvni to'xtatamani shunga bilmayman. Juda ko'p odamlar joyini egallash payida ko'p gunoh Awful lot qiladi. of people out there who would love your job. And Afanda. Yes, sir. Suvni to'kaman. Bye, Daddy. Qayerdadir? Yaxshi bor. Listen, Aytganday, go through the park. xiyobon orqali yurmagan. Senga aytyapman. Bo'pti dada. So'z berasanmi? Bu yoqqa keling. Oddiy jinoyatchilar uchun qattiq tartibli bo'linma.
Marvelous, isn't it? 그들기랑 소용도 Red 없어. carpet treatment. 얘나 미국 기후가 다시 달려 사바먹거든. 어디래라. No one's 내가 우연히 해심할 수 없구만. 나는 우연다 코알리션을 갖고 싶다. Aku sudah belum melakukan kakian tapi belakang. Mana itu lah tu? Dia tekan terus. Ayo, ayo. Ayo, Giles. Hello? Giles! Gimana? Tinggal saya menang. Boleh je? Yang mereka. Apa? Yang bayang percaya Süleyman. Uçurunlar. Uzak yol bas geldiniz benden. Şimdi biraz vaktiyizde görüşmeyelim. Melek genel sözleştiler. Bunun için cevap neler yaptın? Hala ayağımda otur, bize güzel soruyorsan. Bıraksam bunu mu? Bu acaba doğru değil. Sihirlengen koptu. Küçüklerine biraz korusan adamdan. Kendi umrunu ahır geçer. İlk bulup uzasan. Şahzade Brandon. Büyük adamlar getirmezsen. İskender! Unuttuğum! Unuttuğum İskender'le! Kuz, ağa hazret. Aklınla, Save for yourself. Kuz. Niye bunun kayaklayıp kaldı? I guess you get to a certain age and you realize that nothing excites you anymore. I mean, that's just the way it is. Maybe some people just have high lives. Bizi koymuyorlar. Koymuyorlar. Bilgiyi gülüyor. Geçiden beri tuz tatlarımız yok. Bizi alsak. İçerisi de çıkarıyım artık da. Kim? Kimsen? Kimsin? Yine bir can zaten. Ama bak taşımadan. Zavalımı tekrarlasa özünde yaman burada. Gene koruman. Zaten tabakatlı kulun buluştu. Söz gösterine. Seni azadlıkta çıkaramam. Ama başa gene baksana. Sadık kulun buluştu. Azadlık beni ağlıyor. Şahzade Brandon'la içten antırıp koydum. Onu trollerden aldın dostum gerek. Yoksa
keringin To stop sehingga and control. qurollik qilishim kerak. Do you understand? Tushundingmi? Shunday. Hayırdamı? Qarangga. Bu to'qqizinchi quvvat ekan. Biz jodulangan o'lchaga qoldik. Ana u yo'q bu. Qaranglar. Minnatlarga yo'naltirilgan şeyda. Bu qurollikni zabt etamizmi? Birov bizdan o'zib ketmagan uni qo'lga tushirish kerak. Bundan buyon shu yerlardan bari bog'da yashovchilar qurollarga tegishli bo'ladi. Endi bu o'lchani nomi buni qanday nomlaymiz? Bir oyda Abduhani kudretini topshirayman. Qizil qasrini va qirollikni boshlayman. Yo'q bo'lajini tanlab qo'yaman. Oh my God! Öldüm. Are you okay? Sedih kan? How come you don't know how? Ben yok. Yürü kita. Qo'ylar bu charim emas. Talo, ularda tuzukroq boshmoqlari yo'qmi? Bu yana nima bo'ldi? Sehru jodu. No, yok. Biliyorum kita. Go. Ana
bu yerda nimalar yuz bergani aniq. Qaranglar-chi, Etnijini. buzoq terisidan nash-nush qilgangigina. Tohu olishingiz bilan qaytaring. Virginia Louis. Qaysi birinchi ko'cha? Ikkinchi uy, 2006-xonadon. 81-ko'cha. Bu yerda shunday yozilgan. Yo'nalik. Tezroq ketmiz. Post. Salom. Qayerda eding? Yo'qligini sezdirmay turdim. Rahmat. Senga nima bo'ldi, peshonang qonsi? Velosipedim ajaqlandi, hamyonim yo'qotdim, lekin yangi topib oldim. Ketsa? Uni velosipedim bilan urib oldim. Menimcha u jarohatlangani ham, jabrlangani ham. Ismi nima ekan? Uning bo'yinbandi yo'q edi. Rostdan? Qani ko'raylik-chi. Haqiqiy shahzodani o'ldirasi. To'g'rimi? Salom. Qanday masala? O'sha men nega berdim? Valiaqtni topshirgan valiaq. Lekin bu ham ovqat yeyish kerak. Bo'sh qorin bilan ishlab bo'lar ekanmi? Nima? Ovqat kelyapti. Tasavvur qila olasiz. O'zini o'ylamagan. Xo'sh, hech yerda qolasan. Men esa yoningga kelib turaman. To'polon qilma. Bo'lmasa, seni deb ishlahadilaman. Jam. Yo'qsa ko'chaga bo'lashtiraman. Bizni masxara qilamiz. Qo'y go'shti. Qo'y go'shti. Chamasi yangigina tug'ilgan qo'y go'shti. Yoshgina, mayningina, yaqindagina yaylovda o'ynoqlab sakrab yurgan bo'lsa ajabmas. Shunaqa bas. Qo'y. Otachi otarni o'z holiga tashlab qo'ygan. Madaqil qo'yibdi. Voy, bu qo'zichoqlar, lekin men uni yemayman. Agar qo'zi biqini yoki yog'liqqina lahm go'sht bo'lsa, ochoq emasman yoki yolg'on gapirdim. Unaqa demoqchi emasdim. Meni ishtaham kelmay, men ochko'z sulloqman. Ha, ochko'z sulloqman. Eshitdingizmi? Ming la'nat. Bizga izvosh berishdi. Xo'sh, nima tanladinglar? Yo'q, uni pishirish shart emas. Aytmoqchimanki, u qozon o'choqqa qarab o'takasi yorilsa. Shuni o'zi yetarlidir. Kartoshka, sabzavot, pozavot kerak emas. Faqat laqqa go'sht, qizil. Qizni yonog'iday qon talash. Ha, tushundingizmi? Kechiring, eshitolmay qoldim. Menga bir ko'za margarita, Pepsi Cola va pivo. Xotinimga 2 qizcha. Ma'zurda. Shoshmang. Bo'ldi, seni haydamasam bo'lmaydi. Xavf-xatar. Do'stim, senga juda kulgili. Qani? Demak, buni qilyapsan-da. Bir marta o'g'illa. 2 marta. Qo'y go'shti bilan 6 stakan sut yurganmidi?
Mana shunday. Yodimdan chiqayibdi. Men itni topib olgan jonon qizni izlab yuribman. Hali u sizni itingizmidi? Virjiniyaga aytaman, u yoningizga keladi. Demak sen gapimga tushunyapsan ekanda. Sekin. Kimga sen tahdid qilyapti? Ikkimizgami? To'xta. To'xtama. Bu yoqqa bordim. Shekilli, yiqilganida lat yegan chog'i. Meni sho'rlaganini ko'rdim. Aytingchi, u qayerda yashaydi? Unga minnatdorchilik bildirmoqchi edim. Sizga uni manzilini aytolmayman. Sizni tanimayman-ku. Aytasiz. Mana mening uyim. Endi esa ket. Bitta bir kechaga qolib qol. Lekin sen daf bo'l, tushundingmi? O'zimni bu qo'limga chekildi. It bilan gaplashadigan odam. Meni tinchlantirishga keragi yo'q. Bu qo'shnimiz G'alati xonim. Uni eri. Erik. Ularga nima bo'ldi-ki? Shoshmay tur. Akamdan xabar olay. Dada. Dada ko'zingizni oching. Qoshimni qiysan. Qara. Nima topdim? Yumshoqqina. Ajoyib, ha? Judayam ajoyib. Qara o'girilchi. Salom qizgina. Nega poyabzalingizga qarab yurmaysiz, ha? Judayam xarab-ku. Mana bularni qarang. Bu nimasi? Juda zo'r bosmoqlar bor ekan. Faqat judayam kichkina. Uyimizda 100 jufti bor. Biz bunaqangi narsalarni farqiga boramiz. Kim sizlar? Otamni nima qildinglar? Uxlab qoldi. Biz uni sehrli hukm bilan tinchitdik qo'ydik. Qanaqa hukm? Men pahlavon troyman, 9-qirollikni dahshataman. Men Troll Jononman. 9-qirollikning vahimasi bo'laman. Men esa Vaysaqi qirolman. 9-qirollikning olabojisini o'zim. Endi uni qayerdaligini ayt. Ayt uni qayerdaligini. Sizga o'zi nima kerak? Shahzoda Vaydov. Qo'ppak qani. Bu soniyada aytmasang, seni sipakka aylantirib qo'yamiz. Tushundingmi? Bir bo'lak terini kesib olaman. Ikki. Sipakni qolipini qirqaman. Men uni cho'g'lab tashlayman. Yaxshi. Bo'pti. Hammasini aytaman. Ana bu yoqda. Shu yerda, faqat tashqarida. Qani, bizni boshlab bor. Boshla. Alo. Ana bir ish o'rtada tiqilib yotibdi. Qani yer.
hozirgina bu yerda xona yo'q edi. Sen makka olasan. Qara o'sha yerda men maxfiy eshikni ochib, Obertinga joyni ko'rsataman. Yo'q. Bu tuzoq. Eshikni och. İplas. Och eshiklar! Bu yerdan qochamiz. Otamga hech narsa bo'lmaydi. Ular Stevensonga tushgan. Sizlarga nima kerak? Xayrli oqshom. Trollar sizga uchrashib ulgurishibdi chamasi. Faqat bugun, faqat bir marta sizga zo'r taklifim bor. Taklifim shaxsiy va moliyaviy muammolarga Qur'on kelsin deb ataladi. Tushundingizmi meni fikrimni? Yana bir qadam bosadigan bo'lsangiz politsiya chaqiraman. Bu hudud xususiy mulk hisoblanadi. Taklifim shartiga ko'ra qizingizni qayerda ekanligi to'g'risidagi axborotga ayirbosh tariqasida sizga mana bu sehrli loyihani hadya etaman. Agar uni yesangiz, 6 ta eng katta istaklaringiz ro'yobga chiqadi. Mo'shana? O'zi mumkin emas. Qo'yqamay shuni kerak. Yo'lchi tashrarli do'mboqqa yetib kelgan qiz. Shirin va mazali. O'tmishimizga qiyos qilib shuni aytishim mumkinki, bugun duch kelgan afsunlarning eng rasvosi mana shu. Adolatsizlikka ko'p uchraganmiz, ammo bunaqasiga emas. Bu qiz qudratli jozigar ekan. Men ham uni tangaliga tushib o'ylayman. Nima? Menimcha, u bizni kichkinlashtirib, kissasidagi go'sht ortiga solib qo'ydi. Gülgün bakstatma. Shkillikka tushib qolsang to'yi. Seni yersangchi qanday qilib gugurt qutisiga tushamiz tentak? Unda gugurtlarni cho'plari qani, ha? Qani cho'pi? Bu qanaqa daqmiz-a? Ortda buyuk istaklar. Barcha orzu armonlaring xaroba kulbanga o'tirib aytishi mumkinki, sen ko'p narsaga erishishni xohlaysan. Bu manimcha. Yo'q. Yo'q, uyimdan. Bo'pti, ammo qanaqa narsa-da? Yo'q. Shunchaki bir nechta istak bo'yicha kelishuv. 6 ta tilak. Buyurilgan istak takrorlanmaydi. 6 dan kam emas, ko'p emas. Bo'lishi mumkin emas. Qani, hal qil. Bu halol bitishuv. Ay. Suyukli qizing qayerda? Undan nima istaysan? Topib olgan kuchukchamni qaytarib bersa bas. Kuchukcha? Yana unga shaxsan topshiradigan tuhfam ham bor. Agar bu ishda bo'lmasa, demak qaynonam ketgan. Bu yalmog'iz loy Virjinani menga qarshi gich-gichlagan ekan. Qaynonangiz gullarni yoqtiradimi? U qadrlaydigan yagona narsa pul. Ko'p pul. Mazalni ayting. Qancha xursandman. To'xta, uni ta'siri qanchaga yetadi? Tashvishlanmang. Birinchi 3 soat ichida qiyin bo'ladi xolos. Hamma tilagi ro'yobga chiqadi.
Meni birinchi istagim meni istagim Kim bor? Kim u? Bu menman. Salam. Onang keldimikin debman. Hastalayizda qilganimdan afsusdaman. Bugun siznikida tunab qo'ysam maylimi? Bir kun kelib o'z qaytadi. Eshikni ham chaqlatmay chopqillab kirib keladi. Nima deb o'ylaysan? Balki u Aspeniyadir. Qorni judayam yaxshi ko'rardi. Menimcha, onam allaqachon qaytgan bo'lardi. Chang'ida sayr uchun 15 yil juda katta muddat. Mayda gap bo'lma, jonim. Tavba. Bu yana kim bo'ldi? Men uni asrab oldim. Uni ixtiyor qilmasak bo'lmaydi. Burgasi yo'liga. Ishonish qiyin. Burgalaring bormi, yo'qmi? Rahmat. Bilasizmi? Dedam jamiyatda yaxshi mavqeni egallashim mumkin edi. Meni kazo tanishlarim bor. Onangni Rikardo'ga muvaffaqiyati beqiyos edi. 19 yoshida Nyu-Yorkdagi har qanday bo'ydoni rom eta olardi. Oxir oqibat kimni tanladi? Dadammi? Dadasini. Onangga o'xshab o'z umringni hazon qilma. Nazarimda qismat yana takrorlanayapti. Dastyor sana. Qanday rayolamik. Kim bilan uchrashyapsan? Birorta oshpaz shogirdi bilanmi? Yo'q. Sen suv quvurini ta'mirlamagan bo'lsang kerak. Men shunaqa bo'lishini bilgandim, ammo bunaqasi men uddalayman, nimalar bo'lganini tushuntirib beraman. Men hozirroq ishga kirishaman, janob Miri. Yo'q, hozirroq men ishga kirishaman. Qizing ikkoving shu bugunni o'zida uyni bo'shatib qo'ylaring. Sen haydalding. Ishdan bo'shatildimi? Yo'q, iltimos, janob Miri. Sen yaramas ablah. Sen bu oilang tovonini o'pib bir umrga kullarim mollaring. Hozirgina nima deding? Xo'jayin. Bu jodu qancha davom etarkin, ha? Ko'pga cho'zilmasa kerak u. 100 yilmi deyman? Ko'pi bilan 50 yilda. Bo'lmasa, biz taqdirga tan berishimiz va bir-birimizni yeb qo'ymaslikka harakat qilishimiz kerak. Toppa to'g'ri. Bor yo'g'i 100 yil chidasak bo'ldi. Omadimiz kelib qolsa, balki 6 yilda ozodlikka chiqa olarmiz. Men adashdim shekilli, ma'zur kerak. Virjiniyani busini izlab yuruvdim. O'sha menman. Bo'lishi mumkin emas. Uni singlisiman deyishingiz mumkin. Onasi ham bo'la qoling. Shunday yosh sohibjamol uni buvisi bo'la olmaysiz. Bo'la olmaysiz. Qo'ying. Pardoz qilishga ham ulgurmadim hali. Ko'rsam maylimi, sizga gul taqdim etmoqchi edim. Mayli. O'zingiz kimsiz? Virjiniyani qaylig'iman. Biz unashtirilganmiz. Unashtirilgansiz? Bu haqda menga aytmagan edi. Nima undan qutsa bo'ladi, nihoyatda kamtarini. Boshqa qizlar badavlat merosxo'r bilan nikohdan o'tganlarini olamga jar solgan bo'lardilar. Virjiniya unaqalardan emas. Albatta, kerak qoling.
Men faqat kiyinib olaman. Mayli kiyinib oling. Ey qara, menga bitmas tuganmas ichimlik tayyorla. Ikkitaginami? Shular maishat qilib olar ekanmi? Hey, yürü! Sen bunu koru koy, soğuk kışın içine! Nima qilyapsan? Nazarimda unchalik tozaga o'xshamovdi. Yana yalasam maylimi, xo'jayin? Menga tilingni ko'rsat. Mayli, yana 5 daqiqa. Oshonaxon, eshikni uddilyapsanmi? Tayyor bo'lib qolay dedi xo'jayin. Tezroq bo'l. Yo, shoshma. Yo, bir marta yetadi. Ana men uchun och. Yana nima tilasam ekan? Meni uy tozalagichim bo'lsin. Uyni meni aralashuvsiz tozalasin. Tozala. Men judayam yomonman. Nahotki shunga qodir bo'lsam. Ammo o'ylashimcha, siz kartoshka bilan juda xushxo'r. Uyingizda sarimsoq bormi? Ro'zmarin. Menga nimalarni qishtirishyapti ya? Quritilgan o't o'lam. Shavata. Yo, siz o'choqqa solmaysiz. Butunligicha pishirib bo'lmaydi. Men sizni yechimga borishim kerak. Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir. Qo'rquvdan esini yo'qotgan kampir sizni yechishim lozim. Ammo avval bir bo'lak yog'ni eritib olay. Siz rozimisiz? Buvijon? Ho'p, mehmonlar uyg'onishga nonushta qilib tayyormas? Buvijon? Kela qolganginam. Buvi? Kelaver azizam. Salom. Nonushtaga nima yeysiz? Qahva olib kelaymi? Mayli. Sizga nima bo'ldi? Zamoladingizmi? Uncha yaxshi qilmasang. Suratingdan ko'ra ancha yoqimtoysan. Yo'q. Bu qayg'urdan kelib qoldi. Yo'q. Aytana itqani. Hamma shahzoda kabi uxlab yotgandir. Biram xushbo'ysanki. Men seni ta'min etib turibman. Virginia. Ammo faqat jismingga ishq qilma. Ruhing o'zingga seno. Ayniqsa o'z xushbo'yligidan vahimaga tushmaydigan qizlarni jonimdan ortiq ko'raman. Seni xuddi bayramona tushlik kabi yoqimli istasam. Menga qalashma. Chora ko'zlar, marvarid tishlar, qomating benazir. Unga shubha yo'q. Senga ishqim tushib qoldi. Sen xavotir olma. Men seni sirayam yeb qo'ymayman. Bilaman. Bu sen
ko'ngilsiz hol. Uchrashib turishga nima deysan? Ha? Tanishuvimiz sal yopishmayroq turibdi. Lekin bunga o'zim aybdorman. Iltimos, menga imkon ber. Sen juda chaqqon xonimchasa uyga. Bunga yo'q. Judayam chaqqonsan. Voy xudoyim. Xudojon. Yo'q, hammasi joyida. G'oyatda joyi. Rahmat, yetar. Boring, boshqa ish bilan shug'ullaning. Bo'ldi deyapman. Bugun meni 3 marta o'pding. Yana bir marta o'pib qo'yayin. Yo'q. Mana ishingni qil. Ya, oshirib yubording. Xo'jayin, bebaho xo'jayinjonginam rafiqamiz uchun tuhfa tayyorlagan. Bo'ldi, gaplashib olamiz. Sen esa borib menga ichkilik keltir. Xo'p, bo'ladi xo'jayinjonginam. Bu erimning zoti. O'zi ham top oltindan ishlangan. Ha, buni sal chaqali qalbakda emasligiga ishonching komilmi? Nimalar deyapsiz, Sajidjon? Erim 40 yoshga to'lganida sog'a qilganidan. Bu aslida sizga buni olib, endi hamma mol-mulkini sizniki. Abdure, men seni xotiningni o'ynatib kelaman. Unga ichki yemo bermoqchiman. Marhamat, sohibim u endi sizniki. Sohibim, kimdir lifta tiqilib qolgan chamasi. Qandaydir so'qqa estilganday bo'ldi. Agar kelgan bo'lsangiz, men sizga endi ustasoring emasman. Buzilgan ashqollarni o'zlaring tuzatlaring. Xo'p bo'ladi. Ko'ngil qushlik uchun ozroq mullajaring kerak bo'lib qoldik-ku. $1,000,000 qalaysan? Men endi boyvachchaman. Vali ne'matning bilan bir so'rashib qo'ysa. Sizga yordamim kerak emasmi? Buni men bilmadim. Men sarosimaman. Sizni qo'yib yubordim. Oldimda kelmoqchi ekanligingizni aytgandek bo'luvdi. Birinchi, men o'zi bu yerda nima qilyapman? Bunaqa qiyin savollarga o'tishdan oldin qanday qaror tanishmasak? Qiyin bo'lganda qanday? Gap bunda. Men sizga so'zlar aytaman. Siz ham xayolingizga kelgan birinchi narsani gapiring. Bo'pti. Boshladik. Uy, Ovqat. qo'rqoq, Jo'ja. to'y, Balish. murda, Go'sht. do'stlik, Ishtaha. muhabbat. Do'mboqni bir jononi yamlamay yutsam. Kechasiz. Ko'proq so'z aytib oldim. Bu kulgilik-ku. To'xtang. Xotiningdan boshqa hamma daf bo'lsin. Qarindoshlaring shunchalik ko'pligini bilmagani Bo'lmasam-chi, xo'jayin. Ketishi mumkin. Yo'q, bir daqiqa. Sog'lig'imizga ehtiromimizni izhor etib olaylik. shuni yetmay turdi, bas qildim. Ey, nima qilyapsan? Nima qilyapsan? To'xtasang-chi. To'xta deyapman senga. To'xta.
Yuqoriga chiqish yo'llari to'silsin. Olg'a. Tezroq. Men uni to'xtatolmayman, xo'jayin. Rahmat, meni darmon xo'jayin. Shunchalar urindim bo'lmadi. To'xtang. Soqidim, shoshmang. 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 Barakalloh. To'xtang. To'xtasangchi. Qara, yo'lni bo'shat. Yurayman bilan. Nima bo'lyapti o'zi? Men nima qildim? To'xtang, axir. Nima qilmoqchisiz? Mana qarang. O'g'irlangan pullar. Yo'q, to'xtanglar. Men bularni o'z uyimda topib oldim. Kun bo'yi xonadan chiqqanim yo'q. Bu kishilar tasdiqlashlari mumkin. To'g'rimi? Shunday xo'jayin. Kuni bilan hech qayoqqa chiqqanim yo'q. Do'stlarim bilan buzoqxo'rlik qildim. Nazarimda siz mendan nimanidir yashiryapsiz. Sizni ko'proq nima bezovta qilyapti? Doktor, yaxshi doktor. Men ketib bir qiz bilan tanishib qoldim. U menga juda yoqib qoldi. Lekin gap shundaki. Davom etavering. Gapiring, aytavering. Hech qarorga kela olmayapman. Uni sevsammikin yoki deb qo'yaymi, ha? Shunday deng. Bunga meni ota-onam aybdor. Ular razil edilar. Ular beto'xtov kavshanishardi. Men ham har kuni maktabdan qaytayotganimda kimnidir ushlab yeb qo'yardim. Sizni ayblamasligingiz? Aybim ko'p. Men juda yomonman, judayam yomonman. Shunaqangi vahshiymanki, ammo bo'rga aylanib qolgan vaqtimdagina shunday qilganman. Doktordan so'ramoqchiman. Yaxshi odam bo'lgim kelyapti. Nahotki yo'lbars qo'zichoqni erkalatishga haqqi bo'lmasa, qoplon uloqchaga do'st bo'la olmaydimi? Mana men seni topib olgan joy. Shu yerda yaxshilikcha ajralsaylik. Bo'ptimi? Qatorli mojarolarga ishqiboz emasman. Tushunyapsanmi? Men dasturman. Sarguzashtlar menga tegishli emas. Bu odamlar kim bo'lmasinlar seni baribir qisqadi. Yo'q, men ketishim kerak. Endi boray, alvido. Siz albatta mana bu dorni ichishingiz kerak. Bir haftadan keyin oldimga kelasiz. Tushunmayapsiz, keyingi haftadan yo'q bo'laman. O'zingizga suiqasd qilish bilan meni qo'rqitolmaysiz. Agar siz talabimizga ko'nib olib sotarni ismini aytsangiz, siz uchun afnoma so'rashim mumkin. Qanaqa olib sotar? Men giyohvand emasman-ku. Siz jodulangan zambir urug'idan urib olganingiz uchun pullarni qayerdan o'marganingizni eslolmayapsiz. Jodulangan zambir yo'qsa satoq deyapsiz. Men loviya yutib oldim. Xo'jayinjon, men listni ancha tozalab qo'ydim. Biz bu afsunni parchalaymiz. Men senga ishonaman. Men ham ko'proq ishonaman. Menchalik qattiq ishona olmaysan. Ishonaman. Menchalikmi? Men yo'q, men. Ko'rashaklanayapmiz. Pastga tushib boryapmiz. Bu yaxshimi yo yomonmi? Hozir jahannamga qulaymiz. Tayyorlaninglar. Luis qanaqa jahannammas tentak. Biz shu yerdan kirganmiz. Mana bu sehrgarlik qanday qilib epladik? La'nat alvasilar. Jo'nab qolaylik. Kechasiz. Menga shu ro'yxatdagi hamma narsalar va siz lozim topgan buyumlar kerak, xonim. Agar ishim baroldan kelsa, sizni to'yimga taklif etaman. Bu menga, bunisi ham meniki, buni ham menga. Balki kelib olarmiz. Men istagan narsangizni beraman. Ko'nglingiz istagan. Juda ham ko'pman.
Limitondagi kemalar, mashinalar, jononlar, xohlaganingizni so'rang. Siz bizga boradagilar kul ahvolingizni og'irlashtiryapsiz. Boshqa ilojim qolmadi. Shu ondayoq politsiyachilardan qutulishni istayman. Motosiklet ishlamayapti. Orzuyingdagi ayolga qanday uylanish mumkin? Juda menbop narsa ekan. Voy, bu nimalar bo'lyapti o'zi? U qurollangan, uni to'xtating. Ushlang, qochib ketmasin. Tutinglar uni. Rahmat. To'xtang, haqini to'lamadingiz-ku. Senga yordam bera olmayman. Chunki kimligingni ham bilmayman. Bu haqiqatan ham shunday. Ket jo'na. Omad yor bo'lsin. Axir mening gunohim yo'q. Dada? Virginia, Dadajon. boshimga tushgan narsalarni tasavvur ham qila olmaysan. Aytmasangiz ham bo'laveradi. Qochdek. O'rab olinglar. Mana bu yigit aqtarayotgan ko'paymi? Dada, bu nazarimda haqiqiy emas. U menga nimanidir aytishga urinyapti. Yo xabar bermoqchiman, lekin nima deyotganini tushunmayapman. Nima demoqchi? Yaxshi, qarab tur. Shu yigit nima demoqchiligini tushunishni istayman. Nima? Sizga katta xavf tahdid solyapti. Terrible danger, both of you. Epladim. Ro'yobga chiqdi. Joningiz o'zingizga aziz bo'lsa, kallamani qiling. Dada. Nima? Biz qaytish yo'lini topishimiz kerak. U gapiryapti. Sen uni tushunyapsanmi? Yo'q. Yashirin. Nega politsiyachi bo'lasiz deyapsiz? Nima uchun kishanasiz? Ular meni boshqacha deb o'ylashyapti. Nima? Buni keyin tushuntiraman. Would you two Qarashni bas qilinglarchi. Sehrlangan ko'zguni topishga yordamlashinglar. Bu ko'zgular qanday o'ylacha, siz ahamiyat berib qarashingiz kerak. Biz sehrli ko'zguni qidiramiz. Albatta. G'ayrioddiy narsani aqtaringlar. U qayerdadir shu atrofda bo'lishi kerak. Qayerda? Qayoqqa? Ana u. Hidoyat. Ana ular. if you value your lives, Nima? Yugurdik. Qayerdamas? Qayerdaligimizni bilmadim, ammo markazda xiyobondamizmi? follow me. Ketilmaydi. Keting u bilan borishimizni buyuryapti. Hurry! Tezroq. Ularga nima bo'lgan? Yana boshimdan o'tgan ishoratni. Trollarni yuqlatadigan kukuni. Uni ta'siri tugayapti sog'in. Hech yana birov nima dedimi? Ketdik. Biz o'z qirolligimizga ega bo'lgach nima qilamiz? Men buni bilaman. Bizning xizmatkorlarimiz bo'ladi. Minglab qullar boshmoqlarimizni yaraqlatib tozalashadi. Dada, uyga ketaylik. Men hozir qayta olmayman. Murshablar meni qidirib yuribdi. Lekin biz bu yerda qololmaymiz axir. Trollarni sinib sezyapman.
Biz ziyofatlar uyushtiramiz. Bazmlarda shippaklarimizni soatiga 6 martalab almashtiramiz. Lot bosmoqlarda yuradiganlarni og'zini yana bilan tashlaymiz. Come along. Endi yursak bo'ladi. Ortimda yuring. Yo'q, to'xta, biz sen bilan keta olmaymiz. Qayerdamiz o'zi? We're in the Biz qirolligimizni eng janubiy chekkasidamiz. where I was Menga o'g'ayona hamla qilib kuchga aylantirib qo'ydi. Bu oploq oy davlat qamoqxonasi. housing the Turmada barcha 9 ta qirollikdagi o'ta xavfli jinoyatchilar saqlanadi. Tushunmadim. To'qqizta nimali? Qirollik. Men Valiant Vendelman. Marhum oploq oyning nabirasi va 4-qirollikning bo'lg'usi hukmdori. Siz kimsiz? Men Tony Luisman, farrosh. Qizim Virginia bilan esa nazarimda tanishib olgansiz. Troll Kingdom. Qirollar qirolligiga. Qizil qilpoch o'rmoni. To'xta bir daqiqa. Bu yer qanday joy o'zi? O'gay qiz, uyqudagi malika va boshqa ertaklar well. The golden 200 yil muqaddam oltin asr edi. when the lady Aytib o'tilgan xonimlar bir tarix yaratishganda. things Vaqtlardan beri ko'p narsa o'zgardi. have here. Hamma umid qilgan baxtli onlar uzoqqa cho'zilmadi. All the Barcha qirolliklarning hukmdorlari toj kiyish marosimida ishtirok etmoqliklari lozim. Qirolliklar juda ulkan. Biz favqulodda holatlardagina chegaralarni kesib o'tamiz. seni ko'pakka aylantirgan o'sha o'gay onang kim o'zi? U olamdagi eng xavfli va yolg'iz ayol. G'ib qaynonam o'zi ekan-ku. Biz bu yerda kun bo'yi gaplashib o'tira olmaymiz. O'gay onamni zindonni topishimiz kerak ketdik. Virginia, biz uni izidan borishimiz lozim. Qani yur. Qaranglar, buni kuchuklar taqsimchasi yerda. the dog. Endi bu yetim meni tanamni oldi. Qanday yaramas qilmish. Bu xotin nima qiladi esa? Poison U meni ota-onamni zaharlagan. O'zim ham o'ldirib yubormoqchi. as well. Sizga nima bo'ldi? Bu yer qandaydir g'alati. Nima bo'ldi? Menga nimadir bo'lyapti. Virginia, Yeah, I'm just gonna wait. Yaxshi tashqarida kutib tura qoling. Troll. Trollar bu yerda bo'lishgan. hech qayoqqa ketib qolmagin taqdir. Xo'pmi? Eshikni oldida tur. Virginia! Virginia! Shahzoda, shahzoda. Men qo'rqmayman, lekin odamlar meni it qiyofasida ko'rmasliklari lozim. Bundan juda uyalaman. Men seni itligingga ham, itvachaligingga ham tupurdim. Virginia! Virginia! Qayoqqada isteding? Trollarga ish berib bo'lmasligiga aqlim yetgandi o'zi. Og'zingga qarab gapir. Men tufayligina sen hozir ozodlikda yuribsan. Siz haqsiz, a'lo hazratlari. Buning uchun sizdan umrbod minnatdorman. Ammo men bu yerda ortda qololmayman. Hech kim shahzodani bu ahvolda ko'rmasligi kerak. Bolalarning qaytishgach menga kuchini berishadimi? Men senga yugurday emasman. Masxaravozman, trollar qiroliman. Buni yodingdan chiqarma. Albatta, hazrat oliylari. Vendel qirolligini yarmini sizga tuhfa qilaman. So'zimni ustidan chiqishim shubhasiz. Men uni qachon tasarrufimga olaman? Qachon? Tez orada. Jo'nashim kerak. Shundoq ham bu yerda uzoqqa ketdim. Qayoqqa ketmoqchisan? Seni yashirinishing kerak. Seni qochib ketganing sevishlari bilanoq yo'llarga soqchi qo'yib tashlashadi. Har birini, har bir aravani tintuv qilishadi. Hammasinimi? Balki itni ushlab kelgani qaytarmiz. Iloji yo'q. Uxlatuvchi kukunni ta'siri ko'pga bormaydi. To'xtang. Eshitdingizlarmi? Ular uyg'onishyapti. Bulardan qochib Malikani
g'azabi qo'ziydigan bo'ldi-da. Qolsa o'sha qirolichani biz 10-qirollikdagi jodugarni asir oldik. Tezroq otamizga so'z berishimiz lozim. Yalmog'izli otashi u buyuk afsungar bo'lsa-ya. U kishandan qilingan-ku. Menimcha ahmoqlarni kattasi. Qamoqxona boshlig'i uni qirolichani o'rinda ko'rgach eson qolsa kerak. Nima qilyapsizlar? Men xohlamayman. Bu qandaydir sehrli jodu. Yigitlarimiz bilan kun bo'yi uxlab qolamiz. Turmani har bir qarichini tintib chiqdik. Malika hech qanday yo'sa. Men bu turmada 12 yildan beri boshlovman. Meni ish davrimda hali bironta mahbus qochishga muvaffaq bo'lmagan. Fazilatlaringiz hikmat. Nima bo'lgan taqdirda ham meni sardoba ekanimni bildiraman. Nima uchun? So'raganda javob ber. Chunki Malika raziylarni rejim tuzgan. Meni qirolligim xavf ostida. Meni nochorligimni hech kim bilmasligi kerak. Bo'pti ayt. Malika qani? Men uyimga qaytishni va Virjiniya bilan hozirroq Nyu-Yorkdagi uyimizda bo'lib qolishni istayman. Afsunlaring ish bermay qo'ydi chamasi. Nahotki ajdar najasini yuborgan bo'lsang, Men hamma tilaklarimni sarflab qo'yibman. qirolicha qanday qilib qochishga muvaffaq bo'ldi? Aytayman-ku, mendan Sen bexabarman. qanday qilib uni hibsxonasiga tushib qolding? Meni hech ham aybim yo'q. Hech qachon mirshabxonaga tushadigan ish qilmaganman. Bo'lmasa nega kishan band qilingansan? Meni qurollangan bosqinchilikda ayblashdi, ammo bunga ham hech qanday aloqam yo'q edi. Shunday davom ettiraver, Toni. Gapni ham qiyib yuborar ekansan. Menga qarang, men boshqa odamman. Meni bu yoqqa mana u ichvochi boshlab keldi. U aslida valiahd Vendel. Senga aytdim, meni sotib qo'ymadi. Shahzoda Vendel. Bilasan, men shunday qilamanki, sen naq 100 yil tishlaring bilan tosh maydalaysan. Qasam ichamanki, gapirma. Bu qirolichaning kuchiga uni 3 yil zindonda saqlashga ijozat berilgan. Sen meni mazax qilmoqchimisan? Nimalar deyapsiz? Men to'g'risini aytyapman. Bo'pti, hozir haqligimni isbotlayman. Men akilamoqchi emasman. Qaysarlik qilyapti. Menga qarang, darhol meni qo'yib yuboring. Meni qizimni trollar o'g'irlab ketishdi. Bas qil. Hech qilsa, seni rozi gapirishga majbur qiladi. Soqchi, kishanni yechib oling. Mahkumlarni xos kiyimini kiydirib, cho'zqa yong'oq laqabli pakana va burishgan bashara laqabli ola bo'ji o'tirgan hibsxonaga joylashtiring. Burishgan bashara, men bunday badburish bilan o'tirishni xohlamayman. Qizim qani? Malika aytdi, nima qilaylik? Biz uni o'ldirib yuboramiz. Bugun kechki xo'rayiga margumush solib qo'yamiz. Ertaga esa jasadini o'choqda yondirib yuboramiz. Sen eshitdingmi? Sen eshitdingmi? Meni qochirib yuboramsang bo'lmaydi. Meni qutqarishing kerak. Qutqarishing kerak. Qayiqqa o'tiramiz. Bu meni qayog'im. Endi sizniki bo'ladi. Hayratang. Qochdik. Gap bo'lsang bo'lmaydi-man. Seni joying o'rtada. Seni nega qamashdi? Men bancha yaxshigina bosqinchi yiqildim. 2 kishi jabr ko'rdi. Shunaqa gaplar. O'zingchi? O'ta og'ir jinoyat. Talonchilik maqsadidagi bosqinchilik.
Meni laqabim Ko'chka Yong'oq. Birorta temir buyuming bormi? Pichoq, sanchqi, ilgak yo'q deya. Agar shu yerda o'tirsang, menga bitta pichoq olib qo'yarsan. Xo'p bo'ladi. Senga o'ymakorlik yoqadimi? Agar badanim o'yishmasa. Meni hunarimni ko'rib qo'y. Iste'dodga qoyilman. Men burishdan basharaman. Men esa Tony. Seni nega qamashgan? O'ymakorlik uchun. Tony, men bilan do'st bo'lasanmi? Buning uchun nima qilishim kerak? Eshaver, kuchliroq esh. Eshayapman o. Qo'shmanglar. İşonchim komilki, Shahzoda Venzel toj marosimiga hozir yetib keladi. Valiahd uchun ustalarimiz 2 yil ter to'kib taxt yasashdi-ya. U kelmaydi. Yo'q, keladi. Vahima qilmanglar. U biror jiddiy sabab bilan ushlanib qolganiga aminman. Ko'ngilsiz yangilik. Qamoqxonadan qochish uyushtirilgan. Qirolicha qochib ketibdi. Qirolicha-ya? Ularga soch qo'yib, u tezda qo'lga olinsin. Aks holda hammamiz nobud bo'lamiz. Ajoyib xabar. Shahzoda Venzel kelayotganim. Xayriyat. Nima qilish kerakligini aytadi. Hoş gelipsiz Hazreti. Anthony, yaşayalım. Şu işin orta tamam. Bu mehrigim qayoqdandir bekdi. Dindan bilsam, hech kim senchalik badbo'y emas. Yer uyabdan sen nima deb o'ylovding? Senda bir bo'laksa uy yo'qmi? Nima edi? Ko'milding kelib qoldimi? Yo'q. Joyini ayt, hech qanaqa jilma. Bu qamoqxona boshlig'ining bog'lamdagi kelib, savol bo'lagiga uni izini tushirib ol. U har damda qaytib kelishi mumkin. Tayyor. Bu yer dog' ekan. Yo'lni boshladi shekilli.
Biz rahmdil va jasur hukmdor shahzoda Vendelga xizmat qilishga ont ichamiz. Hammani uzoq va baxtli hayot kechirmoq uchun tuzalishga qasamyod etamiz. Bu qanaqa atala bo'ldi? Loviya poyasidan bo'lsa. Qaynatilgan loviya? Loviya poyasi. Shuni ham ovqat berishadimi? Ta'mi juda xuddi eski lattaga o'xshaydi-ku. Yo'q, eski lattadan go'shtni mazasi bo'ladi. Bu yerda doim shunaqa boqishadimi? Kuniga 3 mahal. Esa loviya sharbati. Unga ham ko'niksa bo'ladi. Menga qarang. Men kim bilandir gaplashishim kerak. Meni ozgina ishim bor. Menga bir bo'lak yo'l kerak. Kimga murojaat etsam bo'ladi? Bu yerni zo'ravoni kim o'zi? Biror narsa xarid qilish, sotish, qarzga olish maqsadi bo'lsa, tishtakar alvastiga uchrash. Shituga? Tumani shifokori. Uni oldiga qanday kirsam bo'ladi? Buni yo'li oson. Behazilmi? Salom. Bu hech narsaga yaramadi. Hammasini sug'urib tashlash kerak. To'g'ri deganingiz nimasi? Jag'imni ochib qaraganingiz ham yo'q-ku. Mana bu yerga o'tir. Obakidan yeysanmi? Axir shifokor-ku. Odamlarga shirinlik bermang. Nimaga ekan? Halvalar yetishadi. Bu sarsata. Bekorlar. Menga qarab yerda kimsan? Men shunchaki nima qilyapsan? Sen qayishlar bilan bog'liq. Qatmi bilaman, nega axir? Senga qulay bo'lsin deyman-da. Ko'klashning 3 ta sababi bor. Birinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ikkinchisi tishni tozalamaslik, uchinchisi yovuz ajinalar. Ana shunaqa. Ko'rdingmi? Bilasizmi, men yaxshisi anaqa ana berchi odatini izlashar. Mana bunaqasi. Yo, to'xtang. Chirigan shekilli. Tashvishlanma. Menda bir xalta sehrli tishlar bor. Mana hozir ko'rsataman senga. Mana. Yo'da qanaqa tishlar? Menga siz yordamingiz kerak. Yordammi? Menga mana bunaqa kalit yasab bersangiz degan edim. Haqini to'lash qanaqa bo'ladi? Hozir. Mana ko'ryapsizmi? Bu qo'lda yasalgan so'flar. Yillari yurib vaqtni ko'rsatadi. Sof oltindan. Oddiy bir soatda. Axir bu Rolex-ku. Sof oltin. Ish qilib qalbaki emasmikan? Yo'q, nimalar deyapsiz? Yintaon bo'ylab to'xtamasdan o'tib keldi deysizmi? Bu chorshanba kungi gap. O'sha kundan beri undan darak yo'q. U hech qayerda to'xtamagani uchun odamlar alamzada toj kiyish marosimini yo'qqa chiqarishmoqchi. Shahzodani bunaqangi odati yo'qdi-ku, yo'lga chiqsa hech kim xabarlamasa. Balki u toj kiyish marosimidan hayajondadir. U tez yetib kelishiga ishonchim komil. Yalmog'iz malika erklikda yurganini yoddan chiqarmang. Vendel
ekan axir. Qirollik unga muhtoj bo'lib turgan bir paytda qayoqqa yo'qolib qoldi ekan. Ishte juda chatoq. Rasvo bo'ldik. U dahshat. Nima bo'lganda ham men hammasi muvaffaqiyatli va baxtli tugashiga ishonaman. Shoyat shunday bo'lsa, endi tanglik masalasini gaplashib o'taylik. Mamlakatimizda zangor qo'ng'iroqchalar tanqisligi mavjud. Endi men toj kiydirish marosimida rang berish udumini o'zgartirishga majburman. Uyga kelyapti. Bog'lab tashlaylik. Sen endi shafqatsiz trollarning ashirasisan. Qanday ketdi oyoqchalar? Biroq nasibki. Qirolligingda hukmdorlaring kim? Qirollik? Eng katta boshliqlaring kim? Prezident. Men bizga qarshi urush ochish uchun mamlakatingizda qo'shin to'plamoqchiman. Yo'q. Biz seni uzoq qiynab gapirtiramiz. Bilgan narsalarim bilgan aytaman. Avval qiynoq, keyin suhbat. Odatda shunaqasi ko'proq ish beradi. Eng asosiysi azob berish. Dadam keldi. Dada, nega doim shu poyazalda yuradi? Chunki mening butun qudratim shunda. Men dunyoga hukmronlik qilaman. Dada, iltimos boshlovchi iching. Xo'sh, qayerda yurdilaring? Kun bo'yi qolalaring, ko'rsatmadlaring. Uchun bo'ldi. Sizlar yetti olib kelishlaring kerak edi shekilli, ha? Ha? Qadariga la'nat o'sha ko'ppayna ota. Biz noma'lum qirollikni kashf etdik. Afsonaviy 10-qirollik. Rivoyatlarda o'zida ko'p gapirilgan. Yolg'onni bas qilinglar. Hech qanaqa 10-mamlakat yo'q. Bu jodugar bizni gugurt qutisiga joylab qo'ydi. Sizlarni zindonband qildim. Shu qiziq. Ha, ota. Sizlarni asir olgunlar ularni qancha askarlarni yer tishlab ketadi. Bittasi ham tirik qolmadi. O'z savalashni kimdan boshlay? Dada, rost gapiryapmiz. Mana uni ko'ring. Ularni aka-uka Jimslar deyishadi. Qo'shiqni kampi kunlari boshlanadigan tana qattiqroq uchun kuylashadi. Demak, qirolicha mendan haqiqatni yashirgan. Shahzoda, men kalitni uddaladim. Asos. Turma boshlig'i hozir oshxonadan navbatdan tashqari zaharlangan kechki ovqat. Bundan tezroq foydalanib qolishimiz kerak. Eshikni och. Bu yerda zakira xos kiyim bor. Sen uni kiyib, meni turmadan olib chiqib ketasan. Tezroq bo'la qol, qanot tezroq. La'nat kalit tushmayapti. Judayam oromni yoqtirasan shekilli. Yo, siz nosini tushundingiz. Men ketayotib qoqilib tushdim. Eshingizni olib aylanib qoldim. Keyin mana uni topib oldim. Mabodo kalit yo'qotganingiz yo'qmi? Yerto'laga opishib, kuch bilan 50 barra o'lirsin. Chaqalloq. Yo, kerak emas. Bunga zarurat yo'q. Men iflos kiyimlaringiz bo'lsa yuvib beray degan edim. Meni kechirasan, shunaqa bo'lib qoldi. Yo, men qarang, men shunchaki Bu yoqqa kelmaydi voy. Film